Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, do'stlar, muxlislar, подписчиклар. Нашалдымыздagi bir qavatli hovuzcha sotiladi. Ya машина пожарный ходам бар ekan. Ko'rib tursangiz. Buna tashqari zеленый zona. Razmeriga kelsak 7,5 28,5 200 kvadrat metr. Adam bir yerda yashamaydi, sal ozgina besporядкалashtirmaysa, oldimizda trotuarlar brushetka bilan urilgan. Yarım kapı eshiklar qo'ygan, elektroshyotchik tashqarida joylashgan. Bismillahirrohmanirrohim. Kirayimiz bizda katta bir dalon bo'ladi. Razmeriga kelsak, 10,5 nim bor. Отопленияsi o'tgan do'stlar, registrlar qo'ygan. Temiz pol taxta, shpaqlovkadan chiqib turibdi polni. Elektromontaj simlari o'tirilgan. Yani ko'rib turibsiz. Yoshning bir dalonimiz. Gireyda chap tomonda bizda zal bo'ladi. Zalni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yani olsa görse pol taxta, отопленияsi o'tgan. Razmeriga kelsak 6,5. Meni shumalarki oboy qolib turibdi. Shpaqlovkadan polni chiqib turibdi. Plastik aynalar qo'yilgan. Keyin xonadamiz, o'rtoqlar. Bu bizda spalniy xona do'stlar. Razmeriga kelsak 4,5 ming boy. Boynamiz pojani tomonidan qarab turibdi. Endi do'stlar. Olsa gördüğünüzde bir adam shunday holat, shpaqlovkadan chiqib turibdi, отоплениялар o'tgan. Abo yoki fon bashkayotdan berdi. Natijada portretizm bo'ladi. Eshiklarimiz taxta eshiklardan qo'yilgan bo'lsa, ko'rib turibsiz. Registrlar paket, ko'lankasi bilan o'tgan. Ishlatilmaydi. Chap tomonda bizda o'rtoqlar yana bitta bir xonamiz. Spalniy xona. Beden shunday holat. Bu oynamiz do'stlar bog' tomoniga qarab turibdi. Bog'dan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pristroy ketib bersangiz ham bo'ladi do'stlar. Mol, qo'y, tovuq boqsangiz ham bo'ladi. Ishlari bor ekan. Vhod. Chiqish. Endi do'stlar, bu 3-xonamiz. Bu yerda bizda kuxnya zonamiz, ko'rib turibsiz. Razvodga gap turibdi, issiq va sovuq suv. Отопление котел системасы o'tgan. Ko'rib turibsiz. Yonboshimiz bizda bani bo'ladi do'stlar. Banini lekin taxlash kerak. Ozgina ish bor ekan do'stlar. Bu ishimiz do'stlar bog' tomonidan olib boriladi. Bog'dan hozir ko'rsatib o'tamiz. Demak do'stlar bizda bani, kuxnya, ikkita spalniy, zal и dalon. 200 kvadrat metr. Dokumentlar taq ekan do'stlar. Narxiga kelsak 45 ming dollar aytilmoqda. Sal ozgina kelishuv bor. Variantlarda ikkilamchi kredit bo'lishi mumkin do'stlar. Ekranning nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasiz. Hozir bir sara bog'ini ham ko'rsatib o'tamiz. Yonboshini boramiz do'stlar, pojani xotdan. Bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Benim bir taxlab eshikdan seshkatib bersangiz ham qo'shni bilan kelishib mashinani ko'k qo'yasizlar. Uzun ketgan pojani xot. Orqa pechalardan o'tib ketgan. Yani do'stlar, arka tomondan ko'rsanishi. Bu yer bizda banisi bo'ladi do'stlar. Bu yerda qo'shimcha pristroy ketib bersangiz ham bo'ladi. Tovuqxona, molxona qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Tandirxona yoki piknik zona yasab bersangiz ham bo'ladi. Bog'i katta. Badrin, pomidor, любой cheksa bo'ladi bu yerda do'stlar. Yana bir marta eslatib o'tamiz. 200 kvadrat metr bir qavatli hovuzcha 45 ming dollar aytilmoqda. Ekranning nomerlarini yozib qoldiramiz. Aloqa chiqarasiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.